Hech umringiz davomida shunaqa yozuvga ko'zingiz tushganmi? Meni onamdan shikoyatim bor. Nima, yerga bermadimi? Yig'lab turib kulishni o'rgatgani uchun. Dunyoni bir tomonida katta kashfiyotlar amalga oshirilyapti. Boshqa tomonida katta yo'qotishlar. Bir tomonda farg'onaliklar og'ir kunlarni boshidan o'tkazyapti. Hamma nima g'amda-yu, bu yoqda bittasi Subway Surfers yangilanibdi-ya. Oldingi versiyoni yaxshi edi, menga bunisi uncha yoqmadi. Mani qanaqa qiz deb o'ylaysizlar? Teshik. mana misol uchun umrida birinchi marta ko'rib turgan, yozgan xabarini ko'rib turgan odam qiziga yoqish uchun Sizni rosa aqlli qiz deb o'ylayman. Dahshat qiz deb o'ylayman. deb yozganlar ham juda ko'p topilar ekan, lekin bunaqasini ko'rmadim. Bitta chiroyli qiz Kim qo'shiq aytishni biladi? deb savol berdi va bu yoqda u qizga yoqish uchun Seni sevganim qattiq, ko'zlarim ko'r bo'lib yoki xuddi shuni teskarisi bitta bola Oshpazlar bormi o'zi? desa, irsiragan qizlar bu yoqda Begim dening choy beraman,